Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Bugungi programmamizda bo'lsa, hammanglarning xabar bo'lgandek, biz kunlik xabarlarimizni berib turgandek, 7-oyning 1-kunidan tortib qurultaydan bir hay'at Shveysariyaning Janva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 59-navbatlik kishilik huquq qurilish kengashiga qatnashish uchun kelgan edi. Bu jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari turli o'xshamagan faoliyatlarni ilib bordi. Yondosh yig'inlar va parallel yig'inlar, parallel programmalar degandek. Shunga biz bugungi bu programmamizda olsa, siz aziz ko'ruvchilarimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu bir haftalik jarayonda o'tkazgan faoliyatlar haqida ma'lumot berishga tirishimiz. Undaqda men mikrofonimni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim uzdiman. Hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandim, siz Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lib sifatingiz bilan bu yerdan kelgandan keyingi o'tkazgan faoliyatlar haqida bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi, muavir raisi va ijroiy komiteti raisi va sobiq raisimiz va tashviqot komitetimizning raisi va qurultayning ba'zi vakillaridan tarkib topgan bir hay'at dushanba kuni Janvaga yetib kelgandik. Kelgan kundan başlap biz ciddi şekilde BDT'de ötküzülayotgan 59-navbatlik kişilik hukuk yig'iniga qatnaşdık. Ve ondan başka o yig'inga yandaş ötküzülgen yig'inlarga qatnaşdık. Bu yig'inlarning tafsilotini bizning muavir raisimiz Muratay Hanım ve bizning ijroiy komitetimizning raisi Ro'shan Hanım bu vaqtda tafsili ma'lumot berdi sizlarga. Rahmat. Sizga rahmat, hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandim. Xo'sh, Zumratay Erkin xonim, siz Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashqi ishlarga mas'ul muavin rais bo'lish sifatingiz bilan bu bir haftalik faoliyat jarayonida tunugimi bir Uyg'ur hareket tashkiloti ve Xalqaro kishilik huquq xizmat tashkilotininki o'rinlashtirishida Dunyo Uyg'ur qurultiyininki raisi ve Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiy komitetining raisi Ro'shan Abbas xonimlar bu programma qatnashib faoliyat o'tkazgan bo'ldi. Siz mushu bir hafta jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyininki mushu davlatlar bilan o'tkazgan va har qaysi kishilik huquq tashkilotlari bilan o'tkazgan lobby faoliyatlarida nimalarni qildinglar, shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Biz mushu bir haftaning ichida nurg'ulg'an faoliyatlarni qilgan bo'ldik. Faqatlam yig'in emas, bu ayrim diplomatlar bilan ko'rishish bo'ldi. Bizni hozirgacha qo'llayotgan, masalan, ba'zi davlatlar va Amerika, Angliya, Kanada, Yevropa Birligi, Shveysariya degan mushu g'arbdagi davlatlar bilan bo'libmi ko'rish fursatlar bo'ldi va bular bilan ko'rishib muzokaralashdik. Aldığımız günlerde çünkü bu qitimki kişilik huquq kengashi tugab qoldi. Yani bir yerim haftadak vaqt qoldi. Şunga 9 ayda yani qandaq faoliyatlarni qila olamiz ve Uyg'ur masalasini qandaq shaklda kun tartibga keltiramiz degan temalardimi suhbatlar bo'ldi ve bu qitimki tunugunki bo'lgan faoliyatni qarasak, chegara qilgan bostirish siyosatini asoslashtirib Xitoy qandaq qilib vatanning sirtidagi Uyg'urlar qandaq besimlar orqali bularni faoliyatlardan voz kechib namoyishlar chiqmay BDT degan mushtaq sahnlar kamasligini qandaq qilib oldini to'sayotdi degan temalarda muzokaralar bo'ldi. Bu yerda bizning raisimiz Turg'unjon Alovuddin apandim so'zlagan bo'ldi. Undan sirt yana bizning ijroiy komitemizning raisi Ro'shan Abbas xonimi so'zildi. U yerda nurg'unlagan davlatlar, 20 dak davlatlar keldi va undan sirt yana BDTning oliy dokladchilarining ishxonadagi xodimlari kelib notlarni olgan bo'ldi. Şu jarayonda yana biz bir qancha odamlar bilan tanishdik. Xalqaro tashkilotlar biz doim hozirgacha birga ishlayotgan tashkilotlar bo'lsin yoki yangi tashkilotlar, Arab dunyodagi tashkilotlar va yoki Osiyo davlat, Latin Amerika davlatlaridagi tashkilotlar bilan tanishish fursat bo'ldi.
Onun da sırt yana başka teşkilatlar uğurlaştırgan, başka devletler uğurlaştırgan bir qancha yığınlarım qetildik. Hazır mesela bizning yana reisimiz Turg'unjon Alauddin efendim, icra komitesi reisimiz Ruşen Abbas Hanım şekil sözleyen bir faaliyet buldu. Bu yerda Irak'taki asosiyating Irak'taki bir teşkilat bunu uğurlaştırgan buldu ve bu yerda asonliq millatlar ve dini erkinlik doğrusunda bir söhbət program oldu ve bir yerde nihayet bir mühim meseleni nuqtani bizning reisimiz oturup koygan oldu. Uygurlarning asonliq millat emasligini bir yerde alayda eskertken oldu ve bu yığınga BDT'nin asonliq millatlar qo'g'dash oliy dokladchisi qatnashib mushu ba'zi xalqaro qonunda qanday huquqni qo'g'daydi degan temada so'zildi. Şuna bir haftalık faaliyetimiz yaxşı buldu ve tık tügümedi. Elbette bugün yana bir günümüz var. Ertedeki faaliyetler tügüse onun için bizning hayatımız mağdu. Ama bu yerden de bazı interviewlar boğam oldu. Mesela bazı muhbirlar bilen görüşüp ayrım hazırki Şarkı Türkistan'daki vaziyet qandaq buatıdı diyen temada mı bir qancha ziyaretler oldu. Demek hem muhbirlarning qiziqishi, hem devletlerinin qiziqishi, hem oliy dokladchilarning qiziqishi bir yerde Uyghur meselesi buldu ve biz şu fırsatdan faydalanıp Uyghur lobisini güçlendirişke, BDT'ni güçlendirişke tırışvatımız. Rahmet sizge, hoş, hürmetli Ruşen Abbas Hanım. Siz 7. ayının biri yetip kelgenden keyin Amerika konsulxonasininki, Amerika elçiligininki ötküzgen faaliyetiga qatnaşdınız ve onundan keyin mo Angliyaninki diplomatlar bilen elçiler bilen görüşken buldunuz ve tünigenki bo'lgan faaliyetler ve bugün biraz burun bo'lgan şu yığın hakkındaki göz qarashlarınızı ve bo'lgan şu faaliyetler hakkında dokladınızı bir berip ötken bo'lsanız. Rahmet. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yani diginizga o'xshash biz birinchi soat degan soat 8:30da kechacha uchib Washingtondan Ceneva'ga yetib kelgandan keyin soat 10dan boshlab faoliyatlarimiz boshlanib ketdi. Saat 10'da Amerika elçixonasidagi bir qism şu Xitoy ishlariga mas'ul va Uyg'urlar masalasini davomli ta'kidlayotgan diplomatlar bilan ko'rishdik. Undan keyin Angliya elchixonasidagilar bilan uchrashib, undan tushdan keyin bo'lsa Amerikaning Cenevada turishliq bosh elchixonasida elib berilgan Amerikaning qurilganligininki davlat bayrami munosabati bilan bu faoliyatda dunyoning hamma yerdan kelgan siyasiyonlar, diplomatlar, nurg'unlagan şu Cenevada turishliq kishilar bilan ko'rishib, ularga Uyg'urlarning hozirgi ahvolini anglatdik va navbatdagi dunyo vaziyati, dunyo siyosati ve Xitoyning o'ynayotgan roli ve her qaysi Amerikaning ve Yevropaning bo'layotgan şu siyosiy masalalarda Uyg'ur masalasi qanday qilib her qaysi bir devletler üçün şularning ichki siyosati, şularning kelgusi ve şu devletlerninki özlerinin national security deymiz, devletlik özlerininki menfaatiga qanday ta'sir ko'rsatganligi, bunun üçün Uyg'urlarning o'ynaydigan roli ve Uyg'urlarninki Xitoyni eng yaxshi tushunadigan ve Xitoyning ahvolini eng yaxshi ularga analiz qilib beralaydigan bir gruppa ekanliklarini tafsili tushundirdik. Qancha soat u yerda faoliyatlerde bulduk. Andan keyin tünögünkü faaliyetimiz nihoyat yaxshi elib berildi. Bunu bizningki reisimiz, muavin reisimiz tafsili deb o'tdi. Şoň bek ko'p to'xtalmayman. Ama mishadagi bir qancha kunlik faaliyetlerimiz hem bütün qo'limizdan kelgan her qanday bir imkoniyat, aloqa, munosabat bütün aşı bizningki necha yilning yog'i qilib kelgan şu faaliyetlerimiz jarayonida biz qo'lga keltirgan her qanday bir vatan millatning ovozini texmo kengri yaydirish uchun va millatimizning manfaatini texmo qo'g'dash uchun ishlatiladiganligi o'ringa ishlatishga tirishdik. Hammamiz nihoyat moslashgan holda mayli bizningki reislarimiz, sobiq reisimiz va vakillarimiz bo'lsin, hammamiz har tarafdan o'zimizga tushganini qildik. Bu yerda
birer saatmi beka qalmadık. Davamlılık şu bütün vaktimizni hazırki şu murakkab ve özgürüşçan vaziyette qandaq qilib biz özümüzning millatimizning vatanimizningki manfaatini qo'g'day olamiz shu nuqtalarni so'zlashdik. Bugungi bu bayqi o'tkazilgan yig'inda bo'lsa Zumratay xonim deb o'tganga o'xshash eng muhim bir masala bizningki bir nation ya'ni millat ekanligimizni bizning bizni besvag'ichi ishg'oliyatchi hukumatning bo'lsa bizni asonliq millat deb atayotganligi ama bizningki şu özümüzün zemininde özümüzningki insanlık hak hukukimiz için kurash qilayotgan vaqtimizda qandaq to'salg'ilarga uchrayotganligimiz Xitoyningki şu Uyg'ur tashkilotlari Uyg'ur faoliyatchilari ustidan yurgizayotgan chegara hal qilgan bostirishlarning misollari amaliyati bilan so'zlab o'tdik va men shundaq shu nuqtani qayta ta'kidladimki bularning bizga bo'lgan bundaq hujumlari, tuhmatları cho'nqirlagan seri biz buni o'zimizningki xizmatimizning nihoyat utuqliq unumi deb qaraymiz. Bizning so'zlayotgan so'zlarimizning Xitoyning jiniga o'tayotganligini his qilamiz. Shu qancha bular qavgan seri biz xizmatimizni texmo mustahkam davom qilamiz. Bu irodamizni ko'rsatdik. Rahmat. Sizga rahmat, hurmatli Ro'sha Abbos xonim. Hurmatli Turg'unja Alovuddin efendim, siz mushu yuqorida siz va raislarimiz bu bir haftalik faoliyatni umumyuzlik bir nimalar bo'linganligi haqida to'xtalib o'tgan bo'ldi. Sizning oxirida ko'rganlarimizga deydigan bir so'zingiz bormi? Mening deydigan so'zim bizning gerçi vatanimiz işgal ostida bo'lgan bo'lib Birleşken Devletler Teşkilatı'da temsilcimiz, vekilimiz bo'lmagan bo'lsa-mu gerçi biz meni bak qurultayning rahbarlari davomliq bana. Bizning tashqi ishlar mas'ul raisimiz davomliq kelib turdi, bizning ijroiy komitetimizning raisi davomliq kelib turdi. Mushu mana Xitoy bilan tig'ma-tig' etishadigan, tig'ma-tig' yuzma-yuz kurash qiladigan siyosiy maydon bu. Bu fursatni biz Dünya Qurultayı nihoyat qattiq çing tutup elip beryapmiz. Bunu halkımızın bilişini ümit kılmam. Hiç kaçan ümitsizlenmesin. Bizden BDT'de vekilimiz yok, devletimiz yok demesin. İnşallah vekilimiz mi buludu, BDT'de daimlik elçimiz mi buludu. Mene Dünya Qurultayı'nın rehberleri BDT'de davamlıq var. Rahmet. Hürmetli görürmenler, bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. Programımızdan sırt yana bu bir haftalık faaliyet jarayonidagi bo'lgan faaliyetler hakkında sizden tıxımı keng ve tefsili malumatga ega qilish uchun kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni umid qilamiz. Shveysariyaning Jeneva shahridan hammanglarga o'tib salom. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Allohga emanet.